Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ozgina vaqtingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Reysli avtobuslarimiz Toshkent Moskva, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshib bormoqda. Ishonchli kassa nomerlarimiz 93 258 80 80 va 8966 270 55 55 nomerlari. Shunaqa reysi bir O'zbekiston nomerida avtobuslarimiz chiqib boradi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli nomerlarimiz Telegram, WhatsApplarimiz ishlamoqda, onlayn tarzda bilet xarid qilsangiz ham bo'ladi. Bilet orqali chiqadi bu avtobuslarimizga. Hech qanaqa ko'chadan chiqish yoki Qozog'istonda almashish yoki qaytayotganda almashish degan narsalar yo'q. Bitta avtobusga o'tirasiz, Mercedesga o'tirasiz, shu Mercedesda Dakansa avtovokzalgacha kirib kelishingiz mumkin. Ishonchli nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Har bitta odamimizga 50, 60, 70 kilogacha yuklarimiz poложено. Farzandi bor aka-ukalarimiz yoki er-xotinlar kelsalar oldin qatordan joylar qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli kassa nomerlarimizni qoldirib qo'ydik. Bemalol Rossiyani 10-15 dan ortiq shahariga ketsangiz bo'ladi yoki Rossiyadan metro Katenikidan qaytib kelsangiz bo'ladi. Tanlovda tashvilar o'zingizlarda ehtiyot qilinglar, mashinalarga aldanib qolmanglar. Sog' bo'ling.